Odatda uyda xogo yesak, xogoning suyini bozornigidek tamlik ham yeyishlik chiqarmaymiz. Simajangni yaxshi tangshamayapmiz degan go'zallarim uchun men bugun qulaylik ham oddiy usulda xogoning tengini tangshash bilan yeyishlik simajang tangshash usulini olib keldim. Men o'xshash xogo yeyishni yaxshi ko'rgan go'zallarim oxirigacha ko'rib o'rganib olinglar. Hammamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan o'zimiz yaxshi ko'radigan xogoga yetarli sekyutat va yemekliklardan muvofiq miqdorda tayyorlab jo'ziga chiroyli tizib olamiz. Men bu ko'rganinglardek bizning uydagilar yaxshi ko'rib yeydigan va o'zim yaxshi ko'rib yeydigan materiallardan tanlab chiroyli tizib oldim. Keyingi bosqichda xogoning tengini tangshaymiz. Cho'ng ustamdan kalmiy xogo tetqisdan bir bo'loq, samovar sho'rpasi tetqisdan bir bo'loqdan tayyorlab olamiz. Uyda xogo qilganda mush ikki xil xogo tetqisini tang aralashtirib qilsanglar, ta'mi sirtlarnikidan qilishmagidek xogoning tengini tangshayaysizlar. Endi zimajang tangshaymiz, ya'ni kunjut qiyamiga. Ehtiyojimiz qarta kunjut qiyamini aralashtirishga aplik bo'lgan cho'ngroq bir chiniga to'kib, nog'i ko'rsatilgandek chuchitib olgan pishiq mayni 1-2 qitimga bo'lib to'kib suyuldirib olamiz. Ta'min tangshash uchun shuncha ochiq suv tuzlardan beramiz. Tangshib olgan kunjut qiyamimizning texim mizlik ham yeyishlik bo'lish uchun ezib olgan xosing mig'zi, kunjut, oshkuki, samsaq, shovmilalardan silib, azroq atgan lazımı berib yaxshi bir aralashtirib eslatlar. Ajoyib yeyishlik bo'lgan kunjut qiyamimiz tayyor bo'ldi. Buni yegan vaqtda xogoning suyidan ustiga azroq qo'yib suyuldirib atgandan keyin pishirib olgan materiallarni tekkizib yeydigan bo'lsak, vahshiy ta'mlik bo'ldi-mu do'stlar. Sizlar mushkul usulda kunjut qiyam tangshab bir sinab yiqinglar. Amsa yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, yurak berib saqlab olishni unutmanglar. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.